Assalomu alaykum. Hoji aka, mana shu tog'larda asal olyapmiz mana. Bu 2025-yil 21-avgust. Ikkinchi asalimiz bu. Mana. Yo'g'i ham tog', bu tomonlari ham tog'. Hamma joy tog' aylanasiga. Bu shu yoqqa ketgan yo'l 3 kilometrdan keyin qisib tog'lar o'zi qisilib to'xtatadi. Mana qisiq deydi qirg'izchasiga. Bu yoqqa yo'l yo'q. Mana. Hozir shu bo'sh eshiklarning ichiga asalli ramkalarni olib mashinaga yuklab olib borib asalini chiqarib yana qaytib kelib ichiga solib qo'yamiz. Asli joyida olish kerak edi. Mana buni molxona tayyor hamma narsa. Lekin hujum bo'lishligini hisobiga nafat bo'lib, arlar ishlamasligini, arlar hozir ish kamaygan payti hujum qilmasligini sababidan arlar yo'qolib ketmasin deb turib uzoqroq qolib ketyapmiz. Bo'lmasa nafat qilib bir-birini yevoradi.